Bundan oldingi videoda tekinga skin olishni o'rgatgan edim. Endi bu videoda o'sha tekinga olgan skinlarimizni qanaqa qilib Steamga o'tkazishni ko'rsataman. Kelinglar. Buning uchun bizga telefon kerak bo'ladi. Nimaga telefon? Kompyuterdan o'tkazsa ham bo'ladi. Telefondan sirazi o'tadi. Steamga kiramiz. O'zimizning rasmimizni ustiga bosamiz. Bu yerda inventar. Ko'pchilikda inglizcha bo'ladi. Nastroyga kirib birinchi rus tiliga oling. Inventarga kiramiz. Inventarga kirganda приложение обмена chiqadi. O'shani ustiga bosamiz. Mana bu yerda ko'k narsa yonib turibdi, tepada uchta chiziq. O'shani bosamiz. Кто может отправить мне приложение обмена degan narsa bor. O'shani ustiga bosamiz. Pastga tushsak, soздать ссылку. Bitta bosamiz, soздать ссылка qilamiz. Buni keyin kopировать qilamiz. Copy. Endi biz Telegramga o'tamiz. O'sha sizlarga yuborgan ссылкамga kiramiz. Xo'p, profil. Mana bu yerda ссылка обмена. Mana shu ссылка обменaga hozir kopiya qilganimizni qo'yamiz. Сохранить. Endi biz profilimizda masalan deylik, mana buni olib olaylik, revolverni. Mana bu yerda вести degan joy bor. Mana shuni ustiga bosamiz, отправить. Bo'ldi, ketdi. Отправление ваш Steam bot. Endi Steamga kiramiz. Bizga уведомление keldi. Mana shuni ustiga bosamiz. Bizga уведомление keladi. Mana shu aylangan ustiga bitta bosamiz. Mana bu yerga птичка qo'yamiz. Kommentariyani bosamiz. Подтвердить и ввести приложение. Принять обмен. Endi mana bu yerda qabul qilamiz. Keldi. Hozir men buni sizlarga ko'rsataman. Mana Star Trek'li revolver. Atirgullaringdan sani. Buni infosi после полевых испытаний. Xullas, foydalaninglar. Mana shunaqa tekin ma'lumotlar kerak bo'lsa, kuzatishda davom etinglar.